Siz nima uchun supermarketga kirganda ko'proq tovar xarid qilasiz, bilasizmi? Chunki siz supermarket eshigidan kirishingiz bilan merchandayzerlarning siz uchun tayyorlab qo'ygan tuzog'iga tushasiz. Avvalo barcha ish ishtahani qitiqlaydigan meva va sabzavotlardan boshlanadi. Undagi ranglar, undagi hidlar sizni ko'proq xarid qilishga majburlaydi. Undan keyin siz rastalar orasida aylanib boshlaysiz. Yorug'lik, muzika va hid o'z ishini bajaradi. Odatda ko'zingiz saviyasida qimmatroq tovarlar bo'ladi. Undan ham qimmatlari esa siz o'ng tarafga birinchi bo'lib qaraganligingiz uchun o'ng tarafda joylashtirilgan bo'ladi. Bolalar uchun tovarlar esa bolalarning qo'li yetadigan pastki saviyalarda joylashtirilgan bo'ladi. Xaridorgir sut va non mahsulotlari esa do'konning eng oxiriga joylashtirilgan bo'ladi. Shunchadan keyin ham siz kam narsa xarid qilib chiqib ketayotgan bo'lsangiz, ishga kassadagi navbat tushadi. Supermarketlar odam ko'p bo'lsa ham qo'shimcha kassalarni ochishga shoshilishmaydi. Chunki siz navbatda kutib turgan paytingizda ko'zingiz arzon tovarlarga tushadi va spontan xaridlar qilasiz. Shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.